Mana azizlar, mening yangi ixtiroim, ya'ni bu mana bunday ekinlarga dori sepuvchi moslama bo'lib, dori sepuvchi moslama paxta, turli xil kartoshka va makka jo'xoriga dori sepib beradi. Hozir buni sizlarga ishlatib ko'rsataman. Bu azot eritmasida ishlaydi. Mana azot solinadi. Bu yerga esa o'zim yoqqan musiqani qo'ydim. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu avtomatli musiqasi. Bu yerda esa 18 voltlik batareya. Bu yerda esa suv chiqarib bergich nasosi mavjud. Bu yerda esa ichiga svetni qo'yganman. Mana yaxshi ishlaydi bular. Mana hozir buni sizlarga qo'shib ko'rsataman. Mana azot sepuvchi moslamamiz ishlayapti. Xuddi shunday tarzda bu ishlaydi. Bu ekinlarga ham suv sepishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.